Bir tarafdan ya unda bulap ketmesay deydigan bir tuniksiz bir ümitvarlıkka kirip kalması lazım. Hoş. Bunun en roşen örnekleri var. 800 yıldan artık İslam hakimiyet sürgen İspanya. Asli ismi Endülüs oğayı. Bir Müslüman tuprağıdan Müslümanlığının yani Hristiyan tuprağına aylanıp gitti. Uygurlar asli şu Endülüs tarihini yaxşı oxuşı lazım. Nim bula bana gitti. Yani tarixda iş bolğan. Yani bir millet, bir kavim yo'qolib ketgan. Hazır Şimal Amerika'daki Indiyalılar nerede? Bunu sorup bakış lazım. O'rta Amerika ve Janubiy Amerika'da yaşaydigan yüksek medeniyet berpa qilgan Mayalar, Azteklar deydigan milletler var. Ular nerede? Qani ular? Ba'zileri yo'qolib ketadi. Agar millet o'zi chorasini qilmasa, onun tarixiy fursatli kelmasa yoki kelgan fursatni qochirsa, yo'qolib ketadi. Manda bir narsani, tariximizda yaqinda o'tgan manda bir narsani o'ylaylik. Va cho'nglar texim his qilishi mumkin. Shu 68-78 yılga jo'g'an medeniyet inqilobi va uning oldidagi cho'ng sakrab ilgirlash, po'lat temir tavlash, yer islohoti, ijara kamaytirish deganga o'xshash to'xtamay bu siyosiy hareketlerinin azap oqibati bilan 80-ci yıllardaki Uygurluk qanday Uyg'ur aylanib qolganligini unutib qolmaslik kerak. Aşı Uyg'urlarda erkinlik intiladigan, mustaqillik istaydigan, hatto o'zining dinidan o kadar yiroqlashib ketganki, medeniyet inqilobida Qur'on kuydigan chog'da, benim dadamning bir gapi esimda. Shu kurchiga yig'ib Qur'on kuydigan vaqtda shu chog'da ba'zi mollalarning köymey qolgan Qur'ondan da uzun tutup bunda kütürep obdarlaq köysün deb varaqlarını içip bergen deb shunda deganim. Bu yaqin tariximizda bulab o'tgan ishlar bu. Hozir vatandan shu Doyindan yoki Undidarning sin kanallarına qarab baqsaq, yaqinqi vaqtlarda ko'rayotgan ba'zi ko'rinishlarni 7-8 yil burun tasavvur qilolmaydik. Hoş. Hozir bir qancha Uyg'urlar navbat atlas ko'ylakni kiyib, do'ppilni kiyib chiqib, voy biz degan azaldan musulmon emasdik. Bizning kimligimiz musulmon emasdi, biz turk emasdik deb ochiq oshkora zo'q shoq bilan so'zlayotdi. Voy cho'shqa go'shti yesak nima bo'libdi? Deb cho'shqa go'shtini ko'z oldimizda yeb beryotdi. Bu bir gunohning qilinishi boshqa, qilinib tashviq qilinishi boshqa ish. Çünkü bizning dinimizdami? Agar birisi bir gunohni qilgan bo'lsa, Alloh uni yushirgan bo'lsa, uni oshkorlamasin. Deb shunda deydi. Qilinishi boshqa bo'lsa, o gunohning oshkorlanishi boshqa bir yomon oqibat keltirib chiqardi. Yani ijtimoiy qirilishni paydo qildi bu işte. Uni yemiz yeb baqibdi, biz mi yeb baqala deydigan adam chiqadi. Tamam. Buni deyish orqali millat yo'qolib ketdilar, ish yo'qolib ketdi. Hozir mana tasavvur qildi. 2017 yıldan başlagan bo'lsa, bizning 3 yoshlik, 4 yoshlik bolalarımızdan şu vaqtda mecburiy necha milyon Uyg'urning bolasini yataqliq yaslilarga oldi. Bu yasli Uyg'ur so'zlanmaydi, hammamiz bilamiz. Xitoycha yetishtiriladi. O'tganki bir qancha videoni ko'rdim. Men hamda 95-96 yillari Yezidda Xitoy tili o'qituvchisi bo'lib boqqanim. Xotan Lobnaysning Chaharbog' yezisida. Ben o Yezid'deki muallimlerinin seviyesini, balalarının Xitayca seviyesini bilemem. Ularının Xitayca ügünləməlik intihayın tüfəndi. Ötkəni kögən videoda Xitayga oxşa sözlər vardı da şu etizlikdə yügrəb yügən balalar. Bu
Bunda tasavvur qilsak, agar bir tashqi mudohila bo'lmay, mushu vaziyat mushu paytda davomlashsa, taxminan yana 30 yildan keyin hozir men gapini qilgan bu 3 yoshida yasliga kirgan bir necha million Uyg'ur jamiyatining g'ul kuchiga aylanadi. Ular shu biz biladigan Uyg'urlar shu bo'lib turolmay yana. Bunun qilqida erkeklarcha yüzlenishimiz lazım bu savolga. Ya undaqlab ketmasa, to'g'ri unda emas. Ammo undaqlab ketish ehtimolligini tang o'ylash lazım. Chunki o'zgarish kichik o'zgarish emas. U 3-4 milyon Uyg'ur ham oz deganda. Farzand. Albatta uning keyin kelgan Xo'sh. hükümdarlar kimler? Üç padişahlık diye Can Feygo'ya yıkatan. Artık Allah'ını bilmeydi. Çin Tümür Batur'unu bilmeydi. Ula Karahallılar Seydiye Hallık'ını bilmeydi. Onun ornuna Tang Sulalısını bildi. Son Sulalısını bildi. Çin Sulalısını bildi. Xitay Kompartiyası yaratkan kahramanlığını, Leyfanlarını bildi. Yani manevi dünyası bütünley Xitay bilan ozuqlangan bir avlod Uyg'ur yetishib chiqadi degan gap. Demak endi bu xil passivlik davomlashaversa, uchraydigan oqibatimiz aniq demoqchiman. Yani bu oqibatni ana yomon ne dedim? Chunki milliylik faqat jismoniy narsa. Bizning soqolliq tug'unimizning o'zi yo'qolib ketmaydi. Ma'naviyatimiz to'liq xitoylashib bo'lgan, dindan ayrilib bo'lgan vaqtda, yine kim o'zini men Uyg'ur shu Xitoy jamiyatidagi Zhongzhular, shularni 100 yil burun mustamlik qilgan, istilo qilgan Manjular, ular jismoniy jihatda yo'qolib ketgani yo'q. Xitoylik qatlam qilib o'ldirmadi ularni. Qani ular hozir shunga bu oqibat bexatar. Buni texma so'zlasak ko'nglimiz yerim bo'lishi mumkin. Ammo ba'zida oqibatni har doim eslab turib, o'zimizda bir tahrirsiz bir krizis eni bo'lishi kerak. O'zimizda bir krizis eni yaratishimiz kerak o'zimiz. Yo'q. Manda kunda normal odam uxlagandek uxlasam bo'lmaydi. Normal odamni tirishgandek tirishsam bo'lmaydi. Men boshqalardan necha hassa ortiq tirishchanlik ko'rsatishim lozim. Kecha kunduz qanday qilsam bu dardning, bu g'amning keyindan menga deydigan bir ruh butun Uyg'urlar bo'lishi kerak.